2009 yılı 7. ayının 5. günü Xitoy hökuməti adalet talab qilib chiqqan Uyg'ur namoyishchilarini bostirib, orqadan qonli qirg'inchilik yurgizgan fojiali kun bo'lib, Xitoy hökumətining Uyg'urlarga qaratgan siyosatining burilish nuqtasi bo'lib hisoblanadi. O'tgan 12 yilda dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar 5-iyul Urumchi qirg'inchiligini, ziyonkashlikka uchirg'uvchilarni xotirlash, o'tmishdagi qonli tarixni eslash, Xitoyning jinoyatini davomli tartib chiqish orqali adolat va haqqoniyat uchun kurash qilish, Xitoydan hisob olish irodasini namoyon qilib kelgan edi. Her yili 5-iyun Urumchi qirg'inchiligini ayblab, bayonot berib kelayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu qitimli axborot e'lon qilib, kommunistik Xitoy hukumatining tarixiy jinoyatlardan biri bo'lgan bu voqeani qattiq ayblagan va Uyg'urlarning bugungi kundami irqiy qirg'inchilikning qurboni bo'layotganligini eskartgan. Bu bayonotda 5-iyul Urumchi qirg'inchiligining boshlanish sababi, namoyish va namoyishdan keyin yuz bergan fojialar tilga ilinish bilan birga bu qo'rqinchli voqea yuz bergandan keyin Xitoy hukumatining bu jinoyatining xalqaro tegishli diqqatga ilinmaganligi, mustaqil tekshirilmaganligi, hatto Xitoyga texnik keng imkoniyat berilib, bugungi irqiy qirg'inchilikning yuz berishiga asos solinganligi alohida tilga ilingan. Mazkur bayonot tarixdan beri jinoyat o'tkazib, Xitoy Kompartiyasi qurilganligining 100 yilligini xotirlash dag'dug'isi davomlashayotgan kunlarga to'g'ri kelgan bo'lib, kommunist Xitoyning jinoyatlarini dunyoga bildirish, uning atalmish muvaffaqiyatlarining mohiyatda rezillik va jinoyat ustiga qurilganligini eskartishda muhim ahamiyatga ega ekan. Bu kun Xitoyning bugun yo'l qo'yayotgan irqiy qirg'inchiligining boshlang'ichi. Ya'ni osmona siyosatidan bastırı siyasetidir, resmi erkeği kırgınçılık siyaseti ötüdüğanlığının beşartını bu günde başlayan. Şununla bu günün ehemmiyeti her kanda bir günü kargançağda biz için naitmiyor. Şunun bugün dünyanın kök yaydığı namayış oldu İstanbul'da bir kancının.